2 oktyabr Fransiya poytaxti Parijda Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatiga qarshi turish, jumladan Fransiya qatorliq ellarni Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish va buni to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqirish qatorliq maqsadlar bilan zo'r ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Norozilik namoyishini 1 oktyabr Xitoyning davlat bayrami munosabati bilan Yevropa Uyg'ur instituti tashkillagan bo'lib, institut raisi Dilnur xonim bu qitimqi cho'ng namoyishni tashkillagan va alohida o'rlashtirgan shaxsdir. Uyg'ur diyari buningdan 72 yil burun, ya'ni 1949-yili Xitoy Kommunistik armiyasi tomonidan besivilangan. Bu munosabat bilan 2 oktyabr Fransiya poytaxti Parijga to'plangan namoyishchilar Xitoy qarshi jaranglik shuvarlarini tovlab, yulduzliq ko'k va Fransiya bayroqlarini lapildatib, Fransiya xalqining diqqatini tortgan.